Ko'chada hojatxonaga ehtiyoj sezgan paytingiz qayerga borasiz ko'pincha? Qayerga boradigan joy yo'q-ku. Bilmaysiz, sizni hojatxona qayerda? Ko'chada hojatxonaga ehtiyoj sezgan vaqti shu yaqin joydagi bir restoranmi, kafemi? Men qarang, birodar, restoraningizni alohida xonasi yo'q. Ayollarga umuman hech qanaqa возможностьlar yaratilmagan. Erkaklar любой joyda to'xtab, tam hojatini chiqarib ketadi, qo'pol qilib aytganda. Ayol kishi yoki tam торговый центр, qanaqadir kafeteriya yoki uy, boshqa variant yo'q. Bu kishi nafaqat ekspert, jurnalist, qalamkash, muxbir. Chiqatga, men daraxtni tegiga. Nima? Ko'chada yerlarga kirmayman. Lekin o'zim 7 yil, 8 yil shu hojatxonada ishlaganman men. Reli avtomatika zavodida u paytda ras odam ko'p bo'lardi. Sen bilarmiding uni? Yo'q, unimdan xabarim bor, bundan xabarim yo'q. O'zingchi? Yo'q, bilmasdim. Senchi? Yo'llarga 2 soatlik yo'l bo'lsa, 2 soat kim chidab tura oladi? G'amga botgan. Voy bechora. Sabr qilaman. Nima qilasiz boshqa? Sabr qilasiz, boshqa nima ham qilasiz? Vajohati bir ko'rib, qanday ulug' zot bilan uchrashib qoldi deb o'ylayotgan bo'lsalaring kerak. Sabringiz qanchagacha bo'lishi mumkin? Ya'ni qancha payt sabr qilgansiz eng ko'pi? 8 soatdan sabr qila olmayman. Men shunaqa odamman. Qoyilman. Buyuk shaxs